Mana bu yerda endi perxoshka qilib berganmiz. Perxoshkamiz ham juda chiroyli holatda chiqqan. Keng holatda bo'lgan. Ichlarni ham tez obzor qilib bitamiz. Mana 3-4 qilib berganmiz. Polni tanjum saleskalarda. Bu muzgoy. Tepalari отдельно eshikli, antisolli. Hamon berga kulpa yig'adigan. Ya'ni kulpa yig'adi berga. Buni klientimiz o'zi xohishiga kelib chiqqan holatda qilganmiz. Ammo bu yerga esa женский kiyimlarga taxlab berganmiz. Holasi juda bu yerga esa polka qilganmiz. Pastiga shtobi oyoq kiyim qo'yadigan bo'ladi. Chiroyli holatda bo'ladi.